yosh deb o'ylab boshida qo'rqqanman. Judayam yosh-ku, tajribasi yo'q deb boshida o'g'limga aytdim. Keyin o'g'lim aytdiki, judayam maqtashdi, chet ellarda o'qib, kelgan ishlagan, ishonchli dedi. Keyin mayli deb boshladim. To'g'ri diagnoz qo'yadi, o'ziga ishonadi. Hammaga tavsiya qilaman. Shunaqa ximiyani qo'ydi. Do operatsiya 4ta, после operatsiya 4ta dori, 8ta ximiya dori. Operatsiyadan keyin shunaqa analizlarim yaxshi chiqqandan kerak emas ximiya dedi. Boshqa vrachda ximiyani qo'yib yuboraveradi-da. Bular judayam ishonaman. Avvalambor Alloh, lekin Maqsud Umarbayev judayam professional deydimi, juda zo'r o'zini kasbini ustasi. Hammaga tavsiya beraman. Nechta odamni jo'natdim bularga. Turkiyaga ketdim. Turkiyada ikkinchi tomonini operatsiya qildirdim, lekin Maqsud Umarbayevchalik qilishmadi-da. Choplari toza emas, yaxshi qilishmadi operatsiya. Bo'ynim to'lmadi. Mana endi 3 yildan keyin, 2 yildan keyin yana bir narsa bez paydo bo'lib qoldi. Endi yana keldim qidirib. Zo'r doktor-da. Juda yaxshi ko'raman, juda hurmat qilaman. Pulga ochmas. Pul ko'rinadi-yu, unaqa emas. Rezultat kerak deydi. Rezultatda juda ham yaxshi. Xursandman.